Mana videoni ko'rasizlar, yaqinda Zikr avtomobili zaradkada turganda yonib ketib qoldi. Mana keyingi video BYD ham yonib ketib qolgan portlab. Endi buni nima sababdan bunaqa yonib ketganligini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu yerda men o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatni sizlarga aytaman. Agar zaradka stansiyani aybi bo'lganda edi, zaradka stansiyani o'zi ham yonib ketardi. Bu yerda 100% mashinalarning o'zida ayb bo'lgan, shuning uchun yonib ketib qolgan. Endi bunga ikkita isbot bilan sababini keltirib beraman. Birinchi sababi mana biz Spectre zaradka stansiyamizda, ishxonamizda avtodoktor joylashgan, mashinani bolalar urib avariya qilgan. Shogirdni eslasanglar, mashina urilib, ag'darilib ketgan. O'shanda yonib ketardi agar zaradka stansiyada ayb bo'lganda. Bunaqa katta voltajli zaradka stansiya qo'ygandan keyin buni katta shitini ham qo'yiladi. Bu avtomatik zamikani bo'lganda bu narsa o'chadi. Ikkinchi sababi Leapmotor avtomobili O'zbekistonga xavfli deb topilib, xullas u mashinani kirgizishmaydigan bo'lishuvdi. Keyin xitoyliklar keldi, uni tekshirishgan edi. Bizaniki emas deb tan olishmadi. Keyin u perdelka qilib remont qilingan deyiladi. Ya'ni boshidagi ikkita yonib ketgan mashinalar ham remont qilingan mashinalar. Qanaqadir zamikaniga defekti bor, shuning uchun yonib ketgan. Ehtiyot bo'lib, e'tiborli bo'lib yuringlar. Endi Spectre Energy zaradkasi bilasizlar, butun O'zbekiston bo'yicha bor, bir 200 tadan oshdi. Ilovasini ham ko'rib yuklab olsanglar bo'ladi. Mashinani zaradkaga qo'yganinglardan keyin ilovada qanchada to'lishi, keyin bu zaradga to'lgandan keyin ilovada sizlarga ogohlantirish berib turishi hammasi bor. Zaradga to'lgandan keyin iloji bo'lsa zaradka stansiyalardan mashinalarni olib qo'yinglar.